to'rtta qirolichaga ochirim qilishga ahd qildim. Qaranglar. Hozir bugungi bizda ochirimizda bu kartalar, mana bu kartalar, mana bu kartalar, mana bu kartalar, mana bu kartalar va mana bu kartalarimiz ishtirok etadi. Qani, boshladik. Qizlar, layklarni ayamaymiz. Umuman ayamaymiz. Kommentariyalar yozib ketishdi, esimizdan chiqarmaymiz. Mana bunaqa qatori, tasviriy qatorini qaranglar, chiroyliligini. Mana shu yerda hozir to'rtta qirolichaga, oilaga, sevgiga, muhabbatga doir, ishq, oylik, ish, karyera, finansa, любовь, отношения, hamma sohadan, sog'lig'idan tashqari hamma sohadan ko'rib chiqamiz, albatta. Tak, boshladik. Qirolichani oqtiramiz. Qirolichani ko'rsalaring stop deylar, xo'p? Mana uchtadan kartamdek qilib chiqaramiz. Mana qirolichamiz bormi? Ko'ryapsizlarmi? Qirolicha yo'q. Tak, bu ham qirolicha emas. Qani? Yo'q, qirolicha emas. Mak. Королева, король жезлов, a? Xo'p. Королева jezlamiz qachon chiqar ekan? Voy, muncha oxirga ketib qoldilaring. Shunchalik ham hayotlaring, hamma narsa shunchalik ham murakkabmi? Mana, qaranglar. Королева jezlov. Королева jezlov. Moyi zolotulечки. Atroflaringda ritsar jezlov. Bu atrofingizda devatka pentakli. Bu degani, qaranglar. O'zlaringga toq, o'zlaringga xon, boy, badavlat xonimlar meni ko'ryapti. Пентакли, девятка пентаклей, это говорит самодостаточность, богатость, zajitочная жизнь degani. Lekin yolg'izlik degani. Agar juft halollaring bo'lmasa, menga bitta layk qo'yib yuboringlar. Bu tomonlaringda qaranglar, ritsar jezlov. Ritsar jezlov импульсивный. Ya'ni вообще рыцарь жезлов это действие к саморазвитию, ya'ni potensialga, impuls bor deyapti. Balki ritsar jezlov bitta yosh, qari emas. Nima desam bo'ladi? 20-35 yoshdagi erkakda ham atrofida girdi kapali bo'lib yurishini ham aytyapti. Juda ham sevgi izhorini, haligi nima deydi? Вот прям показывать qiladigan bir xillar bor, yashirib yuradi, pinhona uzoqdan kuzatib yurishadi. Yo'q, bu ritsar jezlov прям вот показывает то, что он вами интересуется, заинтересован и xatti-harakatlar qilyapti. И o'zingiz ham королева jezlov. Королева jezlov qizlar. Королева jezlov degani это огненная стихия, огненный olov stixiyasiga kimlar kiradi? Ovin kiradi, lev kiradi, strelets burjlarida tug'ilgan ayollar kiradi. Xarakterlaringni aytmasam ham bo'ladi. Hamma o'zini xarakterini o'zi yaxshi biladi. Xo'p, mana bitta королева jezlovni chekkaga surib olib qo'yamiz. Ketdik dальше. O'rtadan ham olaman. Tak. Boshladik. Ya'ni qolgan 3 ta qirolichani topamiz. 4 ta qirolichamiz chiqishi kerak. Bizga kerak emas. Ritsar jezlov bizga kerak emas. Bu ham o'tkinchi o'tib ketyapti. Buncha yashirib oldilaring.
Tak, mana buni ko'raylikchi, koroleva jezlovga. To'g'ri, koroleva pentakli. Mana shu 3 ta juftlikni olamizda. Qaranglar. Oldingi koroleva jezlovdagi qizlar meni ko'rib turganlar o'rtada chiqqan bo'lsa, birinchi qatorda koroleva pentakli chiqadi. Koroleva pentakli degi karta ostida qaysi burjlar tug'ilgan? Qaranglar, это земная стихия. Kozirog, Telets va Devalar. Yonlaringda Yerofant chiqyapti va Semyorka mechey chiqyapti. Qaranglar. Koroleva pentakli Yerofantga qarab turibdi. Yerofantga qarab turib, bu Yerofant degani guru, uchitel, ya'ni domla, ustoz, qanatsam bo'ladi, diniy bilimlarga boyituvchi shaxsni bildiradi. Balki o'zlaring ham mana shu kimlardir meni ko'rayotganlar diniy yo'lga nima desam bo'ladi, diniy yo'ldan yurishga, ya'ni diniy kitoblarda, balki ba'zi suralarda, duolarni o'qishga niyat qilib, o'zlaringga ustoz oqtarib yurgandirsizlar. Bu ustoz ayol ko'rinishida ham, erkak ko'rinishida ham chiqishi mumkin. Keyingi karta Semyorka mechey, ehtiyot bo'linglar. Yo aldanyapsizlar qizlar, yo kimdir sizlarni aldayapti. Atroflaringga juda ham yaxshigina qaranglar. Sizlarni aldab va shundan sizlarda go'lliklaringdan foydalanib yuruvchi odamlar ham bor. Ko'zlaringni katta ochib olinglar, xo'p? Tak, mana koroleva pentaklini ham olib qo'yamiz. Dalshi ketdik. Keyingi qirolichamiz oqtaramiz. Albatta hammamiz qirolichamiz. Hammamiz. Prinsessa ham bas. Korolevalarimiz. Keyingi qirolichamiz uzr, shtativga tegib qolyapman. Joyimiz juda ham tor. Bu kartalarni ochirimda spontanni chiqarishga qaror qildim, chunki qizlar xafa bo'lmanglar, ko'p chiqarmayapman. Ishlarimiz juda ham ko'p. Biz ham sizlarga o'xshab ishlab yuramiz. O'shaning uchun xafa bo'lmaysizlar. Qo'lim tekkanda chiqyapman. Shu haftalarda o'rtasida men sizlarga WhatsApp raqamlarim bilan Telegramlarimni tashlab beraman. Bemalol kim aloqaga chiqsa kelsa, dardlarini yozib chiqishi mumkin. Tak, qirolichani o'tkazib yubormadimmi? Qarab ketyapsizlarmi? Sizlar bilan gaplashib, mana koroleva kubkov, qaranglar. Koroleva kubkov birinchi burjini aytib ketay, Koroleva kubkov qizlar jonim, mana asallarim. Это ayollar suvga tegishli bo'lgan burch ostida tug'ilgan, это водный знак, suv znakda endi ostida tug'ilgan ayollar bo'ladi. Koroleva pentakli yonida dvoyka kubkov bor ekan, и тройка жезлов bor ekan. Mani ko'rayotgan mana shu qaranglar, rak, skorpion va riba burchlarida tug'ilgan ayollarni ishi bor demoqchiman. Stabilная работа, ikkita oyog'i bilan mahkam turadigan, ishlaydigan ayol, lekin это работа, коллективная работа. И плюс o'sadigan ish joyi. Mana shu ishda o'sish ham mumkin. Bu o'siladigan. Это работа, которая предусматривается рост карьерный. Qizlar, так, двойка кубков. Двойка кубков bu partnyorство. Partnyorstvani hozir men sizlarga sanab berishim mumkin variantlarini. Bu degani partnyorstvo degani erkak bilan ayol o'rtasidagi partnyorstvo deb mana hamkorlikni bilsa bo'ladi. Ishdagi partnyorstvani o'sha kollegalari bilan, ish xodimlari bilan aytsa bo'ladi, tekizirsa bo'ladi. Undan keyin ayol bilan ayolni, ya'ni biznes doirasida yoki masalan erkak bilan erkakni ham tekishdirsa ham bo'laveradi-da. Это как женщина с женщиной, mужчина с мужчиной, mужчина с женщиной, farqi yo'q. Bularga kollaboratsiyalar, turli xil kollaboratsiyalar, turli xil hamkorlikda ishlashi mumkin. Albatta loyihalar, biznes startaplar va oila hamkori ham bo'lishi mumkin. Albatta. Mana shu hamkorlarda atrofida ishlab yuradigan koroleva kubkalarim, ya'ni suv burchi ostida tug'ilgan xonimlar meni tomosha qilsalaring, like bosib yuboringlar. Yana eslatib o'taman, kim ko'p komment layklasa, mayli komment bo'lmas, endi komment ham bo'lsin ham, endi kim shu videoni ostida ko'p iz qoldirsa,
Serdechkami, laykmi, kommentmi, endi layklar to'g'ri ko'rinmaydi qaysi shaxs qo'yganini. Aynan shuni muammosini keyingi efirda ko'tarib chiqamiz. Rozimisizlar? Dal ketdik. Mana olib qo'yamiz buni. Va bittagina, ya'ni qilich qirolichamiz qoldi. To'g'rimi? To'g'ri. Qaranglar. Karta tushib qolgan kartalar dam olib, bo'lishga boshlarini qo'yib, miltillatib, nima deydi, fonoviy rejimda telefonda qo'yib, meni tomosha qilib yoki uxlayotgan xonimlar ham chiqdi. Aynan dam olayotgan paytingizda meni ko'rib, kuzatib boryapsiz ekan. Aynan shu videoni like bosib yuboringlar, to'g'ri bo'lsa. Kartalar o'z-o'zidan kalodan aralashtirayotganda sakrab yugurib chiqib qolmaydi. Bitta ikkita karta bo'lsa обязательно men ko'raman, ta'birini aytmasam ham o'zim uchun zametka qilib olaman. Lekin mana hozir sizlarga ko'rsatishim mumkin. Bunda ko'pgina karta tushib qolsa, bu hisob bas. Bu degani qo'lim bitta joyimdan o'sgan degani. Tushunarli, a? Tak. Королева мечей, ya'ni qilich, xanjar, pichoq korolevasi ham mumkin. Uх ты! Qani biz shoshqib haligi niyat qilganlar mana birinchi qatorda chiqdilaring. Qolgan qirolichalarni ko'rdilaringmi kolodada yashinib olganini? Sizlar srazu chiqdilaring-da, chunki sizlarda o'ylaring, fikrlaring juda ham kuchli-da. Efirdan ham уже sezilyapti energiyalar. Qaranglar, qirolicha, korolevalarga kimlar mansub bo'ladi? Har safar men bittadan ozgina qandaydir bir karta tarotlarni sekretlarini ochib boryapman, bilib olinglar. Agar o'rganmoqchi bo'lganlarga zametkaga yozib olinglar. Koroleva mecheydagilar, bular havo osti ramzidagi o'sha burchlar tug'iladi. Это знак воздуха. Девочки, воздушный знакка kimlar kiradi? Ой, близнецы, стрелец. Ой, adashyapman, стрелец двор. Стрелец bu огненный знак. Так, близнецы, visi va da-da-da-dan. Qani topinglarchi kim? Tezda yozinglarchi. Uchinchisi vadaley bo'ladi. Mana shular havo burchlari bo'ladi. Так. Qaranglar. Havo burchlaring девятка mechey. Ух ты, mechевой znakka mech chiqdi. Mech degani bu xanjar, pichoq, yana nima desam bo'ladi. Sabla, любой колющий, режущий предметlarga kiradi, холодное оружие, да? И девятка пентаклей. Qaranglar, o'zi koroleva mechey bu sovuqxon ayol. Nima deydi? Mana koroleva kubkov, koroleva mecheyga qaraganda, mana yana bitta sekretini ochyapman. Tarotdagi korolevalarda, mana bu koroleva kubkov bo'ladi. Koroleva kubkovda burchlarni aytib o'tdim. Aytma, eshitmagan bo'lsalaring, pauzaga qo'yib yoki obratkaga burasalaring, topib olasizlar. Mana shu koroleva kubkov bunga qaraganda juda ham emotsionalniy bo'ladi. Yumshoq belli, hammaga rahmi keluvchan, kuchukchalarga ham, itchalarga ham, bechoralarga ham hammani boshini silagisi keladi. Dardingizni to'kib, yoyib gapirsangiz, haligi nima deydi? Psixolog niqobini kiyib olib, sizni dardingizni eshitib, siz bilan birgalashib yig'laydigan xarakterga ega bo'ladi. Lekin tvorческий odam bo'ladi. Juda ham fantaziyalari kuchli yoki masalan jufti haloli bo'lsa, eri bo'ladimi yoki o'ynashi bo'ladimi, farqi yo'q. Urushib qolishsa, bu juda ham isterichniy ayol deyiladi. Lekin mana bu qirolicha, xanjar qirolichasi, mechevaya korolevamiz, bu sovuqqon ayol. Hammaga ham rahmi kelmaydi. Nimaga? Chunki mana bilasizlar, bizni u нас есть masalan bitta narsani tanlovga qo'ysalaring, yuraging aytsa qilasanmi yo onging aytsa qilasanmi deganda, mana bu qirolicha faqat ongi bilan, ya'ni aqli bilan ishlatadigan ishlarni qiladi. Hamma narsani taroziga qo'yadi. Bu qirolicha kartasi ostida tug'ilgan ayollar, vrachlar, yuristlar, organda ishlaydiganlar, o'qituvchilar, mana shunaqa kasbga ega ayollar bo'lishi mumkin. Xo'p, gapirsam gap ko'p. Raskladda keyin ko'ramiz nima chiqishini. Mana birinchi bo'lib девятка mechey chiqqani. Qaranglar, девятка mechey. Девятка mechey bu degani o'ylaringiz, mech это ум, это мысли. Это intellekt deganida. Bir narsa sizni bezovta qilyaptiki, kechalari bilan uxlamay mana shu narsani o'ylab chiqyapsiz-da. Nimaligini lekin bilmayman, chunki meni millionta ayollar ko'ryapti. Har biriga alohida individual ochirim qilinsagina bilinadi, to'g'rimi?
To'ppa-to'g'ri. Va devatka pentakli. Mana shu aqlingiz bilan siz ko'p narsaga erishdingiz. O'zingizga to'q, o'zingizga xon, o'zingizga bek ayolligingizni ko'rsatyapti mana bu karta. Xo'p, bu kartani mana ularga mana qo'shib qo'yamiz-da. Tak, qaranglar. Koroleva jezlov. Tevaroqqa qo'yaveraylik. Koroleva pentakli. Koroleva kubkov. Va koroleva mechey. Sig'dira olamizmi? Hozir ularni ichga surib olsak, sig'dira olamiz. Bu shamlar, qizlar, biz rituallarda sham ishlatamiz. Parafinli emas, voskli. Hamma narsa tabiiy materiallardan bo'lishi kerak. Parafinli shamlarda nimadan ishlab chiqarilishini bilasizlar? Neft mahsulotidan ishlab chiqariladi. Neftni qayta ishlayotganda undan benzin, kerosin, dizelli topливо, turli xil motor transformatorini, geritsionni va hokazo moylar olingandan keyin tarkibida осадочный rastvaritellar bilan parafin, sirezin degan asfaltenlar, smolali birikmalarni cho'ktirishib, ichidan mana shu parafinni olishadi va xo'jalikda, ya'ni iste'molchilar biz ishlatayotgan shamlar parafindan qilingan bo'ladi. Bu shamlar esa o'tgan safar skrutkalarimni ko'rgansizlar, bu asalarini uyasidan, ya'ni voskdan tayyorlanadigan svichalar hisoblanadi, shamlar hisoblanadi. Tak, mana bu 4 ta qirolichamiz. Endi har biriga boya ko'rsatgan hamma kartalardan bittalab hayotida nimalar hozirgi kunda bo'layotganini ochib tashlaymiz ochiqchasiga. Kuzatib boring.